Yaxshi, musobaqamiz boshlandi. Esel, ko'rib turibdiki, Jason Stantos shiddat bilan hujum qo'yayotdi. Buning hozirgi ishki mushtimi oz deganda 4 numara kelib beralaydi. Esel, donmi boshqanmidi? Bu ayrimizning basti cho'ng bo'g'ini bilan hareket sal osta. Bular ikkisi hozir erkishi zodi yo'g'on, harakati osta bo'lish kerakmi yoki kichikroq, chaqqon bo'lish kerakmi degan to'g'riliq mush temini isbotlab bermoqchi bo'ldi-da. Yaxshi, ay chatoq bo'ldi, chatroq o'raytib qoldi. Meningcha bu qada bu bir intayin nadam bo'lgan strategiya olib qoldi, ahvoldan qaraganda don butun kuchini chiqarmaganda qilyapti. Stantos intayin chaqqonlik qildi. Yaxshi, o'yin 4 numaraga erishdi. Donning bugungi ishpatisi degandek yaxshi emas bu. Oldin qitim musobaqasida buning ishpatisi intayin yaxshi bo'lgandi. Esel, donning o'ng mushti Stantosga tegdi. Bu ahvoldan qaraganda u hozir ustunlikni egallaydigandek turdi, Yaxshi, don uni besib oldi. Reperning to'satdan 2 poy o'q etib maydonga kirish bilan tang o'ttir maydon damilish vaqti kelib qoladi. Stantos bo'lsa maydonni bir baldoq yuqur qizg'inlikka ko'tarish uchun salyutdan birini etib berdi. Dom bo'lsa xizmatdoshining kelganligini ko'rib, siz tex uyga qaytmagan bo'lsangiz menga billa qaytib bag'baq qilaylik deb intayin romantik holda xalqning mashinasining ustiga tushdi. Amaliyotda Jason Stantosning bu yerga kelishdagi maqsadi bo'lsa, Domdan dunyodagi boshqa tozlarning tizimligini ilib, ularni ko'zdan yo'qotib dunyodagi birdan-bir toz bo'lish edi. Lekin Dominikoga qas qilib maqsadiga yetolmadi. Dominiko bo'lsa o'zining texi daykonsin to'lab bo'lmagan sug'urtni olmagan bu uyning tuzilib ketganligiga qarab qattiq g'azablandi. Hamda toz bo'lsangmi chechangni julib qo'langa olib beraman deydi. Dominiko doktorxonga Domni izlab yo'qlab keladi. Mana bu yoq Dominiko, bu yoq Dom. Dominiko, Dom. Dominiko, Dom. Dominiko, Dom, Dom, Dominiko. Bizga qas qilgan zodi kim? Esingdimi? Oldin qismda senbek urib ketgan bir sibatdi. Shuning aksi ekan. Amaliyotda Jason Stantos xalqarалық tutish buyrug'i chiqargan jinoyatchi bo'lib, ajoyib xing bir nimati. Bu go'y bizning oramizdagi checha eng uzun og'inimizni o'ltiribdi. Men u tozni tutib oldigan bo'lsam, yomon yas yutib qolaman. Shu qilib diqqat qil. Xotellikning teshig'i paynak boshning beshiga chiqilma debdiki. Dominiko Yaponiyaga berib, yaqin og'inisi Xanning jasadini qaytarib akiladi. Dafni murosimi bo'layotgan kuni Dominiko o'zining kayniga bir odamning kirib olganligini his qilib, og'inisi Xanning mashina voqeasida o'lganligini unutgan holda mashinasini ushqandek haydab chiqib ketadi. Esel Dominiko, bundaq mashina tez haydaydigan bolalarga deydiganim bo'lsa, quloqqichi dessa mayni, qo'lab qo'ydim o'zim joyni. Baxtga qarshi hayot qolsang, ICUda ichsan choyni. Bu ikkisi oxiri bir tonelning ichida uchrashib qoladi. Hamda bir-biriga bo'lgan cho'nqur sevginishni ifodalash uchun suyishib ko'rishmoqchi bo'ladi. Nihoyat afsus, bular mashinadan tushishni unutib qoladi. Alohida eskartish, ko'rinishdagi bu harakatlarni do'rash qat'iy bo'lmaydi. Mashindan hech narsa bo'lmay tushgan bu ikki yo'l safaralari mashindan tushib bir-birini ayblashga boshlaydi. Qarab mansang ummamda. Opama, peshonangga qarab, dading ichib oldimki debdimi? Og'inangni seg'ingan bo'lsang, yenidan o'rnab qo'y. O'z qo'lim bilan ustib qo'yman. Qanda, ufqon yotgan ICUda bika karvat yo'qmi-ki? Bular bir-biriga xiris qilayotgan vaqtda tuyuqsiz alohida organning odamlari paydo bo'lib qoladi. Ravsiz mashina haydagan Jason Stantos javjin kelgan o'xshaydi deb badar qechib ketadi. Bu chaqda mashinaning ichidan bu kinodagi tunji checha bor erkakdan birsi asta mengib tushadi. Hamda o'zining bir alohida organga tava ekanligini, Dominikoning o'ziga yordamlashib bir vazifani tamomlab bersa, boyamqi qechib ketgan Stantosni tepib berdiganligini aytadi. Bu efendim ularga dangliq bir hakkerning intayin ilg'or tipdagi bir yumshoq detalni kashf qilib chiqqanligi, biroq bu hakkerning ma'lum yomon niyatli odamlar tarafidan tutqun qilinganligini, agar vaqtida bu yumshoq detalni ulardan evolmaganda, kul insoniyatning xavfga uchraydiganligini aytadi. Do'stim, anglasam sizlar kasbiy yer sharini qutuldirgan atratgansizlar. Hozir nechidan qutuldiryapsizlar? Necha kun qutuldirsizlar? Men yolg'iz yetishib bo'lolmayman. Vakolatchilarni chaqiray. Eho deyishib o'lash-cho'lash qutuldirib etimiz. Tandirangning yangiси bormi? Deb qopsa, garchi bo'lsa do'stim oz. Oldi poynak kayni toz. Mashin xato bo'lsa-mu, to'yg'i mang'idi qishmi yoz. Keyin qismni ko'makchi bo'lsangiz, panu saloniga kiring. Salon nomi boshpatti yizig'liq. Bir kun ertiradash. Nima ish qilsa? Yandan bayanning filmini ko'rma. Bir kun sog'sam bekorga chiqdi-ku. Vada, xijolamman shu gapni qo'tamsa.